Ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. Qodir chochlari tushib ketgan oq boshlarini qashlab. Esimga keldi. Burun bir do'stim bilan savdo to'g'riliq g'uljiga borgan chig'imda Atlas tikadigan bir korxonada mushundaq shoyini ko'rgan. U vaqtda biz omborga besilib qolgan mollarni bir taraf qilishga borgan. Ya'ni bizning korxona yangi qurilgan mazgil to'g'o deyman. Toza esimda qolmabdi. Biz yangi o'zimizga tava material izlab har qaysi joylardagi korxonalardan ko'ni xom materiallarni topmoqchi bo'lib, shu yerga borganda ombordan besilib qolgan ko'ni nusxadagi mushundaq bir to'p shoyini ko'rgan. Bu ishlarimi uzun bo'lib ketdi, esimdimi chali qolibdi ekan. Biroq qo'linglardagi bu shoyini ko'rib ozroq esimga kelib qoldi shu. Mundaqda. Yanimi tafsili o'ylab baqsangiz, shoyini mushiningga o'xshaydi deb jazm qila olamsiz. O'xshaydi ekan. Biroq bu ishlarga xeyli uzun vaqt o'tib qoldi. Balkim hozir u shoylarni allaqachon kuydirib yutildi balkim. Dedi va hayron qolgandek Asadga qarab. Aras, sizlar bu ko'ni nusxadagi shoyini qayerdan topdinglar? Hozir bundaq shoyining borligiga mening ishongim kelmayotdi. Bu shoyi mo'yin bir deloga chetishlar. Siz menga g'o'ljidagi shu korxonaning adresini aniq tepib bersangiz. Qodir bu gapni anglab barmoqini tishlab sal turib oldi-da. Esimga keldi. İsmi Rayhongul shoyi Atlas to'qish markazi. Esimda qilishchi u yana bir ayol ochgan. U ayol burunli korxona ichib xeyli dang chiqargan ekan. Hozir bormi yo'q, buni toza aniq bilmaydi ekanman. Sizlar shu qitimqa avrishga nusxasini tepishdan bilak qayta savdo aloqasi qilib boqmadinglarmi? Yoki bir mezgil bo'lsa-mu, o'tiranglarda berish kirish bo'lmadimi? Yo'q. Amaliyotda u qitim boshqalarning to'g'nishtirishi bilan o'zimizga material ham tajriba to'plag'ili bo'lgan. U qitim yolg'iz uyagila emas, ko'p yerlarga bordiq. Bir nechisi bilan savdo aloqasimi qilgan. Biroq qo'lji sal shiroq, ham uya sal chatrak ya bo'g'ashqa savdo aloqasi qilib boqmadik. Sizdan bir masalani so'ray. Sizlarning bu zavodmi xeli cho'ng, savdosimi yomon emaskan. Nima ish qilib bunchichat Shiroqiyaga korxona qurishni o'ylab qoldingiz? Bilishimcha bu yerda bu tikkichilik korxonasini ichayotganingizga xeli uzun bo'pti. Amaliyotda shaharga yaqinroq yerda olsangiz, savdo fursatiniz ko'p bo'ladi. Yana uzun mezgil mushish bilan shug'ullanasiz. Qo'shimcha korxona qurishni o'ylab boqmadingizmi? Asadning bu gapi Qodirga sal tegdi bo'g'ay, chiroyi sal totirib asta o'rinda o'ltirib oldi va qo'li bilan ingaklarini silab. To'g'ri. Mening bu kasbim otamdan miros qolgan. Otam miros kasb. Azaldan mush kasbimni davom qilishni o'zimning hayot mizonim qilib keldim. Bilmaysizlar, mening zavodimda zamonaviy uskunlar bek oz. Yana kelib ishlab chiqargan materiallarning hammasi oddiy ko'ni nusxadagi narsalar. Men ko'ni otammiros kasbga varislik qilmoqchi. Mening maqsadim ko'ni narsalarni saqlash emas, balki ko'ni madaniy meroslarimizning yo'qolib ketmasligi uchun an'anamizga varislik qilish. Gapimga ishonmasanglar, korxonaning ishlab chiqarish ahvolini sizlarga ko'rsatay. U shundoq degunicha o'rnidan turdi. Asad uni to'sib. Bo'ldi, men bildim. Mening bilmoqchi bo'lganim korxonani nima uchun buncha yiroq chatiyaga ochganingiz. Qodir sal norozi bo'lgandek talaffuzda. Nima? Buning sizlar tekshirayotgan delo bilan munosabati bormi? Ortiqcha o'ylayapman. Bilishingiz kerakki, biz soqchilar har qanday ommaning omonligi uchun har qanday bir savolni so'rashga haqliqmiz. Bo'ldi, javob berganingiz bo'lmasa mayli. Siz bizga o'zingizning otimiras shoyi atlaslarini ko'rsatmoqchi bo'lgandingiz. Ko'rib baqsa qulaylikmidi? Asad shundoq deb Qodirga tikildi. Qodir yenik birini ufsingandan keyin. Bo'ldi. Yuringlar amsa. Dedi-de, ularni boshlab ishxonadan chiqdi. Ular bu yumaloq ishxonaning biqindagi bir kichik omborga keldi. Omborga yo'g'on seriq qulub selingan edi. Qodir yeniga esib olgan bir tutam oshqushni ilib, ichidan bir qo'polroq kelgan oshqushni tanlab eshikni ochdi. Eshik qo'pol ohangda g'irish qilib ochildi. Bu omborning ichi qorong'u bo'lib, biror derazasi yo'q edi. Shunlashqimi ombor ichi go'ristaliqqa to'lgandek qop-qorong'u edi. Qodir yondagi chiroqni yoqib edi, ombor ichi yo'rib, ichidagi ko'rinishlar ayon bo'ldi. Ombor ichi to'limi pokiz bo'lib, xuddi bu kunda tozalanib turdigandek chiroyli ratlik edi. Asad atrofdagi narsalarga tafsiliy ko'z yugurtdi. O'ram-o'ramda har xil rangdagi chiroyli atlaslar qator tizilgan edi.
Yana yon tarafda yo'g'on seriq sanduqlar rətlik qo'yilgan. Asad o'ramlardagi atlaslarga qarab, ularni bir-birlab silab ko'rib chiqdi. Darvaqa, kona nusxadagi atlaslar bo'lsa-mu, ajoyib sipti to'qilgan, kamdan kam uchraydigan asar atiqi deyishga bo'ladi. Asad bu atlaslarga zo'q bilan qarab, mehr bilan silab qo'ydi va Qodirga qarab: Haqiqatan yaxshi to'qilgan qimmatli buyumlarga. Bo'lsa bunda qadimiy miroslarni dunyoga yuzlantirish, texmi ko'p ishlab chiqarish kerak. Qodir bu gapni anglab pisingida kulib qo'ydi va ortiqcha gapni qilmadi. Asad Qodirning ifodasidan ancha rozi bo'lmasa-mu, uning mijozini ancha e'tiborga olib ketmadi. Asad shoyi atlaslarni ko'zdan kechirgach, eliqi yo'g'on seriq sanduqning yeniga kelib sanduqni silab turib: Bu sanduqning ichida texmi esil qimmatli buyumlar bor deyman. Ko'rib baqsaq bo'ladimi? Yenidagi ochqichni chiqarib sanduqni ochdi. Sanduqda eng dastlabda ishlab chiqarilgan qo'l hunar buyumlari bilan kona nusxadagi ajoyib juloliq atlaslar turadi. Asad azaldan bunda qadimki nusxadagi shoirlarning rangdor nusxasini ko'rib baxmagan edi. U shoirlarni va eng odatdagi nusxalardan tortib, hammasini tafsili ko'rib hozirlandi va endi qarab turgan Qodirga qarab: Haqiqatan kamdan kam uchraydigan bebaho go'harlarni saqlab kelibsiz. Haqiqatan esilkan, dedi. Qodir bu gapdan ancha so'yinib ketmadi. Biroq chiroyiga yolg'ondan so'z kulki yugurdi. Asad bu yerdagi narsalarni kuzatgach, Qodirning chiroy ifodasini inchki kuzatib ulgurgan edi. Ular Qodirning xos amrida saqlangan bebaho go'harlarni tafsili ko'rib chiqqandan keyin bu yerdan chiqdi. Asad bilan Asqar Qodir akaning hamrohligida zavodning hozirgi ishlab chiqarishlarini tafsili ko'rib chiqdi. U Deloning taraqqiyotiga qilchilikmi yordami bo'lmagan bu tekshirishdan norozi bo'lishning o'rniga yangicha narsalarni ko'rib, ko'ngli ko'tarilib qolgan edi. Asad Qodirdan Xuljidagi Rayhongulning to'qimchilik fabrikasining adresini so'rab olib, bu yerdan ayrildi. Ular tar ko'chadan chiqib, cho'ng yo'l tarafga chiqdi. Asqar boshliqqa qarab: Boshliq, bugungi tekshirishimiz yana nolni bo'ldi-da. Seniza. Acaba bu yerga kelib xush bo'lmadingmi? Sizga nima bo'ldi? Mushu Deloni deb kechimi-kech uxlamagan edingiz. Ajab bugun natijasiz qaytib olsak, kayfiyatingiz yaxshi turdi-ku. Asad bu gapni anglab kulib ketdi va soatiga qarab qo'yib, yonchug'idagi shoyini chiqarib qaragash. Bilamsan, u odam shuncha ko'p shoyi atlaslarni maxfiy saqlab ketdi. Meningcha uningda yana biz izlamoqchi bo'lgan mushu shoyiga munosabatlik yeb ushchimi bor. Bugun men uni maqsadli sinab baxdim. Beliqni tutimiz deydi emas, ba'zi ishlarda oldiroqsalik qilishga bo'lmaydi. Acaba siz u odamni gumonini otamsiz? Asqar Asadning gapini bo'lib, uningga qarab qo'yib shundoq dedi. Asad beshini chayqab: "Menmi kesib birnim deyamayman. Men avval dadamdan uning ahvolini tafsili bilay. U dadamning burunqi do'sti edi. Ishlar sal murakkab. Biz yaniliqi Rayhongul degan ayolning izdirikini qilishimiz kerak. U ayolmi bu dilodagi muhim gumondor. Shunga har qanday gumonliq nuqtani nazarda saqit qilishga bo'lmaydi." Voy boshliq, bu dilo endi texmi murakkablashib ketdi-ku. Acaba biz u ayolni izlab g'uljiga boramdiq? To'g'ri deding. Biz idoraga beribla safarga chiqish iltimosini o'tirg'a qo'yamiz. Tasdiqlansalar atsarda yo'lga chiqsaq bo'ladi. Asqar bu gapni anglab Asadga g'alati nazarda qarab qo'ydi va ortiqcha gap qilmadi. Vaqtni bir yerga berib qolgan bo'lib, kechki quyoshning qizg'ish nurlari atrofni ajoyib julalantirgan edi. Asqar ko'zni yerim yumib yotgan Asadga qarab: "Boshliq, qaytib kelib uyingizga qaytmadingiz. Bugun kech uyingizga qaytmasangiz Gulnisa yengam xafa bo'lib qoldi juma." Avval idoraga qaytib safarga chiqish iltimosini sunib etib, kechrak uyga qaytsam bo'ladi. Asqarmi ortiqcha gap so'z qilmasdan mashinani idora tarafga burab tez suratda haydadi. Saqchi idorasining oldi odamlarga to'lib ketgan edi. Saqchilarmi pakli jiq bo'lib, xuddi o'zi cho'lib ketgan harlardek atrof odam dengiziga aylangan edi. Asad bilan Asqar hayron bo'lib, odamlardan jiroqroq yerga mashina to'xtatib, yugurib degdek boyiqqa odamlar to'piga qitildi. Asad to'pni yerib o'tib qarab edi, yerda bir ayol yotadi. Asad ayolni ko'rib hayron qoldi. Bu dal Asad izlab yurgan eliqi ayol Danaxonning dal o'zi edi. U tova deb yoqisini tutqunicha atrofdagilarga vaqirdi: "Ko'pchilik, to'plashinglar. Soqchilarning delo ishlashiga moslashinglar. Tez tarqalib ketinglar." U shundoq degach, atrofdagilarni tarqoqlashtirdi. Ondan Danaxonning yenida turgan bir necha soqchiga qarab: "Nima ish bo'ldi? Bu ayol qandoqsiga bu yerda yetib qopti?" Bir soqchi Danaxonning tiniqini tutqash: "Boshliq,
Bu ayol o'lganiga necha kun bo'lgandek turdi. Biroq kimning uning jasadini bu yerga akab tashlab qo'yganini bilamidik. Atrofdagilardan so'rasak hech kim bilmaydi ekan. Bu ayol xuddi osmondan tushgandekla bu yerda paydo bo'lib qoldi. Ya'ni kelib ayolning bo'yinidami boshqa delodikilarga o'xshashli cho'nqur tirnoq izi bor ekan. Qaraganda heliqi qotil bu ayolni bo'sh qo'ymagan o'xshaydi. Jasadni qachon bayqadinglar? Ishitki qarovul uni 15 minutdan oldida bayqabdi. Uning deyishicha jasad bekli tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan bo'lib, jasad atrofida hech kim yo'q ekan. U jasadni ko'rib yugurib kelib tiniqini tutib, nafsining allaqachon to'xtab qolganligini bayqab, ondan bizga xabar qildi. Biz naq maydonga kelguncha bu yerga birdamdila odamlar yig'ilib ketibdi. Bu zoti qanday ish, bizmi bilamidik. Asad Danaxonning bo'yniga qaradi. Darvaqa uning bo'ynida cho'nqur tirnoq izi bor edi. U jasadning boshqa taraflariga inchiklik bilan zan soldi. Asad Danaxonning tatirib ko'kirib ketgan chiroyiga, sovuqda to'nlab qolgan tanlariga qarab teni shirkandi. U tuyuqsiz jasadning qo'lida chin siqimda olgan qizil bir narsaga qarab hayron qoldi. Jasad garchi o'lgan bo'lsa-mu, qo'llari yem yumilgan edi. Asad Danaxonning yem yumilgan toshdek muzlab ketgan qo'llarini tasda ajratib, uning qo'lidagi narsani oldi. Bu boshqa bir narsa bo'lmasdan, doim jinoyatning shohidi bo'ladigan eliqi qizil rangli shoyi edi. Asad shoyiga qarab ochiq xursinib qo'ydi-da, ko'payib kelayotgan yana bir shoyini yonchiqiga soldi. Asad atrofga qaradi. Atrofni sus qorong'ulik qoplagan bo'lib, boyiqi odamlar to'pimi asosan tarqalib bo'lgan edi. Asad onda-sonda yiqilgan ko'cha chiroqlariga qarab, Kech kirib qoldi. Jasadni bartaraf qilish kerak. Boshqalarmi uningga moslashdi. Asad jasadni yanali jasad tekshirish o'rnida tafsiliy bir qitim tekshirish orqali uning qachon, nima sababdan o'lganligini aniqlamoqchi bo'ldi. Har qitimliq jasad tekshirish muvaffaqiyatli bo'lmasa-mu, Asad yanali bu ishlarning orqasidagi qora qo'lning bir gumonliq nuqtani qoldirib qo'yishidan shubhalanmaydi. Asad naq maydondan xotira olmayla jasadni jasad tekshirish uyiga avatibdi. İdarada, ya'ni cho'ng yig'in ichildi. Deloning moiti kun sari ig'irlashmoqda edi. İdara boshlig'i bu deloni ching tutishga ko'pchilikni teximibek askartdi. Ko'pchilik, shahrimizda noma'lum o'lim delolari ko'plab ketyapti. Biz bir xalq saqchisi turib, jinoyatchining erkin yayrab, xohlaganda odam o'ltirishiga qarab turamizmi? Aytinglar-chi, biz qaysi gumonliq nuqtani tushirib qo'ydik? Ko'pchilikning bu nuqtada astoydil bir fikrga kelib, o'rtaq hamkorlashib, qabih jinoyatchini tutishga tang kuch chiqarishini umid qilaman. Dedi va Asadga qarab. Asad, bu deloga asosan siz mas'ul bo'lib kelyapsiz. Bu deloda ozroq ilgirlashma bo'lmoqda. Bu delolar qarta qanday fikringiz bor? Men sizlarga degan. Ya'ni biz izlashni o'tirg'i qo'ygan ayolning bugun soqchixonaning oldida jasadi bayqaldi. Qarg'anda delodagi muhim gumondorning bu ayol bilan bevosita munosabati bo'lishi mumkin. Chunki hozirga qadar o'lganlarning hammasi g'arq mas bo'lgan. Spirt miqdori eshib ketgan erlar. Bu ayolning tuyuqsiz o'limi meni haqiqatan cho'chitib qo'ydi. Bu ayol meni 3 kunning oldida kechida izlab kelgan. Ayol o'zining singlisi borligini, uni tepib berishimni o'tingan edi. Biroq uning yurtiga berib, uning singlisi yo'qligini, bir qizi bor bo'lib, boldurli o'lib ketganligini bildik. Demak, bu ayol bizdan muhim bir nuqtani yo'shirgan. Shundaqla ma'lum bir ishdan bizni xabardor qilmoqchimi bo'lgan. Biroq oqibatda bu ayolmi sababsiz o'ldirildi. Delo naq maydondan qaraganda, uning o'lish sababimi oldingi delolarga asosan o'xshab ketadi. Demak, qotil bir. Jasad tekshirish natijasi chiqqandan keyin deloning taraqqiyotida yana o'zgarish bo'lmasa, biz boshqacha usul qo'llansak bo'ladi. Bu qitim qotil nishon izlagan bo'lsa, biz uni izlab, uning nishoniga yaqinlashamiz. Boshqalar Asadning gapini tushunmay, o'lg'o'liq qilishdi. Boshliqmi sal hayron bo'lib, Bu nimligingiz? Qotilni naq maydonga tortib chiqarmoqchimisiz? Men qotilning nima maqsadi borligini bilmayman. Biroq uning hujum nishoni kechida aroq ichadigan erlar. Yana spirt miqdori eshib ketganlar. Eng muhimi, uning yana bir nishoni men. Nima? Siz bu nima deganingiz? Hammaylar hayronlik ichida Asadga qarashdi. U soqchi formasining ustunki tugumasini yechdi va bo'ynidagi qip-qizil oy shaklli tirnoq izini boshqalarga ko'rsatdi. Mana qaranglar. Qotil meni nechirat izlab kelgan. Menga hujum qilgan. Biroq men uning chiroyini aniq ko'ramadim. Qotilning maqsadi meni o'ldirib, qo'limdagi nishonnomani ko'zdan yo'qotish. Bu nishonnoma bo'lsa, mushu shoyi. Dedi-de, yonchuqidan shoyini elib boshqalarga ko'rsatdi. Hammaylar uning gapini toza aniq tushunamagan bo'lsa-mu, uning bo'ynidagi oy shaklli tatuq buning rostligini isbotlab turadi. İdora boshlig'i Asadga qarab,
Nemishqa bu ishlarni bizga boldiroq demaysiz? Qaraganda qotil sizni o'ldirish maqsadiga yetamabdi. Biroq endi uningdan qattiq ehtiyot qilmasangiz bo'lmaydi. Shunga endi keyingi qadamda qanday qilay deyapsiz? Bu delodagi muhim gumondor o'ldi. Endi birdan-bir yepuchini mushu qo'lyog'liqdan boshlashga to'g'ri keladi. Men avval qo'lyog'liqning kelish manbasini aniqlab, ondan qotilning qo'lyog'liq bilan qanday chetishligi bor ekanligini aniqlayman. Bilishimcha, qotilning bu nishonnomini qoldirib qo'yishda ma'lum muddaosi bor. Bo'lmasa u nimishqa har qitim odam o'ldirganda bu shoyi o'lguchilarning yindan tepiladi. Demak, qotil bu shoyini bir nishonnoma qilish orqali bir qism kishilarga o'zining maqsadlik odam o'ldirayotganligini bildirib qo'ymoqchi bo'lgan. Uning ustiga qotillik vositasi ham o'xshash. Biz cho'qim oldi bilan qo'lyog'liqning kelish manbasini tepishimiz kerak. Tushdan burun men Asqar bilan shahar sirtidagi koni to'qimachilik zavodiga berib keldi. U yerdagi xo'jayinning deyishicha, necha 10 yilning oldida u mushundoq shoyini G'uljidagi bir ayolning korxonasidan ko'ribdi ekan. Asqar ikkimiz yana uzun safarga otlanishimiz mumkin. Amaylar bu murakkab deloga qarta mukammal fikrni o'tirg'i qo'yishga ojizlik qiladi. Shunlashqimi Asadning gapi amaylarga sirliq ham to'g'ri bilinmoqda edi. İdara boshlig'i Asadga qarab: "Amsa sizning deganingizdek bo'lsa, siz bu shoyning kelish manbasini aniqlang. Biz shaharning omonligini kuchaytiraylik. Qaraganda jinoyatchining maqsadi shaharning tinchligi ham omonligini buzishli bo'lib qolmasdan, bizga ma'lum bir nuqtadan belgi berib, ba'zi kishilarimizni ogohlantirish bo'lsa kerak. Men sizga hozirli safarga chiqishga tasdiq tushirib beray. Siz deloning jarayonidan doklad qoldirib, uyingizga qaytsangiz bo'ldi."